Uchxonaga Yunusobod 9-kvartal, Novostroyga 2 xona, remont, mebel texnikalari bilan mana detskiy plashatkalar, mashina qo'yadigan joylar, yangi dom, yangi remont, yangi xonadon. Endi ichlarini ko'ramiz. Mana 5-etaj, mana kirganda o'ziga tortadigan ranglardan qilishibamiz. Svetnoy ranglar. Mana buni qaranglar, katta-katta qilib. Xo'sh, mana bu sanuzil. Oho, sanuzil ham katta, mana jakuzi vanna deysizlarmi, nima deysizlar? Ranglarni ham addan-tonni qilib, yoqadigan ranglar qilibdi. Mana spalniya, mana tayyor mebellari, televizorlari, gilamlari. Endi mana studiya, 2 xona studiya mana. Voy, bu mana hamma texnikalari bilan, divanlari bilan. Bet jami o'zi общий 60 kvadrat. Balkonni qo'shmaganda, mana bu balkoni ham bor. Shunday tabiatga qaragan balkon. Xullas, Comfort House Novostroykasini 2 xona studiya, 5-etaj. Narxini egalari 82 ming so'rashyapti. Kelishtiradigan joyi bor. Aloqa chiqinglar, pastda nomerlari qo'yilgan. Kim shunaqa uy so'raganlar bo'lsa, jo'nab tashab qo'yinglar. Хотя бы olmasanglar ham ravitsa bosib qo'yarsizlar, tamom.